Agarda siz YouTube kanal ochgan bo'lsangiz, ushbu tugmalar haqida eshitgansiz. Kumush, oltin va olmos. YouTube tugmalari qanday bo'ladi va ularni qanday olish mumkin degan barcha savollarga ushbu videoda javob topasiz. Birinchisi, kumush knopka. Bu tugma 100 ming obunachiga yetgan kanallarga yuboriladi. Aslida bu kumushdan yasalmagan, asosan metall va alyuminiydan yasaladi. Og'irligi esa 1,5-2 kilogramm atrofida bo'ladi. O'lchami 25-17 cm va qalinligi 2-3 cm atrofida bo'ladi. Bu tugma hamma kanallarga ham berilmaydi. Ikkinchisi, oltin knopka. Bu tugma 1 million obunachiga yetgan kanallarga beriladi. Bu kumushga qaraganda anchagina katta va jozibador. O'lchami 38-26 cm. Og'irligi esa 2,5-3 kilogramm atrofida bo'ladi. Bu ham sof oltindan yasalmagan, asosan metall va plastmassadan yasaladi. Uchinchisi, olmos knopka. Bu 10 million obunachiga erishgan kanallarga beriladi. Og'irligi 5 kilogramm atrofida, o'lchami esa 35-24 cm bo'ladi. Bu ham sof olmosdan emas. Tashqi qismi metall, alyuminiy va plastmassa bilan qoplangan. YouTube logosi esa sun'iy kristaldan yasalgan bo'lib, olmos ko'rinishini beradi. To'rtinchisi, ruby knopka. Bu tugma 50 million obunachiga yetgan hamma kanallarga har xil beriladi. Agarda videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.